Bugungi videomizda Castamonu MDF'larni taxta holatidan list holatiga kelgungacha ko'rsatib bermoqchimiz. Bu videomizda Castamonu zavodidagi laminat va akril chiqarish liniyalari haqida gaplashamiz. Bu joyimiz Germaniyadan keladigan qog'ozni laminat ustiga bozish jarayoniga tayyorlaydigan joyga keldik. Bu liniyadan 3 ta turadi. Har bitta qog'oz ikki taraflama kleylanadi va kleydan o'tgandan keyin u quritiladi. Quritilgandan keyin rangiga qarab turib bo'lib chiqib laminat sexga tayyorlab beriladi. Endi laminat sexga o'tadigan bo'lsak, laminat seximizda katta liniya turadi. Bu liniya boyiga oldingi videoda aytganimizdek, har soatda 250 ta xonadonga yetadigan MDF chiqishiga o'z hissasini qo'shadi. Endi har bitta liniya har 30 sekundda 3 tadan MDF chiqaradi. Endi buni qolganini o'zingiz uchun hisoblab olsanglar bo'ladi. Chiqqan MDF o'tiga addel har bittasini tekshiradi va xona haroratida kelgungacha o'rtada quritiladi. Bu press 100 gradusda laminatni bosadi. Xohlasa bir taraflama, xohlasa ikki taraflama bosiladi. Xona haroratiga tushgan MDF 30 gradusgacha tushib olgandan keyin uni sirazi logistika bo'limiga chiqarib yuborsa bo'ladi. Endi oldingi videoda brak MDFlar nima qilish ekan deb gaplashgan edik. Brak MDFlar umuman bu yerda atxotsiz holatda kesib olinar ekan va kesib olingandan keyin buni paddolli qilib karralada ortish uchun orasiga qo'yishlar va uni upakovka jarayonlariga ishlatish ekan. Bu degani zavodda atxot darajasi juda kam hisobga olib kelingan. Endi akril liniyaga o'tamiz. Akril liniyada bilasizlar, MDF boshqa razmer bo'ladi. 280 ga 122 bo'ladi. Xuddi shunaqa MDFlarimiz mash razmerda ishlab chiqariladi va o'sha yerdan MDFlarimiz o'zini liniyasi asosida keladi, o'zini proseslardan o'tadi. MDF kirgandan keyin shukurka qilinadi. Shukurka shunaqangi silliq holatiga olib kelinadiki, chang umuman qolmaydi. Va o'sha changlar hammasini yutib olgandan keyin ustiga plyonka bostiriladi. Plyonka bostirilgandan keyin o'tika addel ko'rib turganingizdek stulda o'tirib olib har bittasini tekshiradi. Biza afsuski kelgan paytimizda bu liniyamizda remont ishlari bo'layotgani uchun to'xtatib qo'yilgan ekan. Bunaqa liniyadan ularda bitta tur ekan. Endi MDF ga qanaqa plyonka bosiladi deyiladigan bo'lsa, plyonkalar Koreyadan olib kelinar ekan. Plyonka bosilgan akrilda keyingi etapga chiqariladi. Undan keyin ustiga zashitniy plyonkalar o'tkaziladi va o'zini keyingi liniyalarga o'tkazib 25 ta 25 ta qilib upakovka qilib logistika bo'limiga topshiriladi. Akril liniyadan chiqqanimizdan keyin bularda o'zi biz bilgan tarket liniyasini ham ko'rsatishdi. U ham xuddi shunaqa bahaybat liniya. Uni ham o'z ko'zimiz bilan ko'rdik va uni qo'yishga mebelchilarga foydali bo'lmagani uchun qo'yib o'tirmadik. Shu bilan zavoddagi ishlab chiqarish jarayonlarimiz tugadi. Undan keyin biz glavniy ofisga bordik. Glavniy ofisda ulardan 10 tacha, bizdan 20 tacha odam bitta xonaga переговорga o'tirdik va mijozlarimiz bizga berish mumkin bo'lgan savollarni, o'zimizga qiziqtirgan hamma laboratoriya bo'ladimi, boshqa hamma savollarni berdik va ishimiz shu bilan tugadi. Shu bilan safarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizani kuzatib boring, like, komment yozish esingizdan chiqmasin. Sog' bo'ling.